Bu videoda ehtiyot bo'lib ko'ringlar, like bosib olishinglar mumkin. Bu safar Farg'ona viloyati Quva tumaniga yotoqxona mebellarini tayyorlab berganmiz. Shunaqa katta qilib birinchi shkaf yasab berdik. Shkafimizning ko'rinishi shunaqa holatda, ichki tomonlari shunaqa holatlarda bo'lingan. Endi bu joyga keladigan bo'lsak, shunaqa tandem salyaskalar qo'yib berganmiz. Tortmalari bemalol odamni ham ko'taradi, uzoq vaqt xizmat qilib beradi, ishlashlari ham yumshoq ishlaydi. Endi aniq like bosib o'rasizlar. Bu joyda shunday ochganinglarda dushga kirib ketadi. Dush borligi ham aniq bilinmaydi. Shkafning dizayni ham buzilmagan holatda chiroyli qilib yasab berganmiz. Shkafimiz yoqqan bo'lsa, o'zingizlar fikringlar qoldirib ketasizlar. Bu tomonga bo'lsa, katta qilib shunaqa sifalni yasab berganmiz. Sifalnimiz bosh tomoni patologgacha qilib, mягкий qilib o'rab berganmiz. Yollarini ham yumshoq bo'lishi uchun masalka bilan urab berganmiz bu tomonlarni ham. Tumbamiz ko'rinishi shunaqa holatda, neobычный holatda yasab. Bu joyga bo'lsa, shunaqa trenddagi trimoyimizni tayyorlab berganmiz. Trimoyimiz ko'rinishi shunaqa holatda, podsvetkalari, yumaloq oynalari, pufiga, g'aladonlardan iborat. Shu mebelimiz kimga yoqdi? O'zingizlar fikrlarni yozib ketinglar. Shunaqa mebel kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqarasizlar. O'zimiz Andijondanmiz. Vodiy bo'ylab bir xil narxda xizmat ko'rsatamiz. Vodiydan tashqarida dastlabki xizmatlar qo'shiladi. Kimga shunaqa mebel kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.